Assalomu alaykum aziz kitobsevarlar. Men Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi sizlarga bugun hayotga yangicha nazar bilan qarashga ilhom beradigan noyob bir asar haqida tavsiyaviy sharh bermoqchiman. Bu May Maskning Rejali ayol nomli kitobidir. Bu kitob hayot yo'li qiyinchiliklar bilan to'lgan, ammo har qadamda matonatini yo'qotmagan ayolning o'z ovozi bilan yozilgan samimiy, to'g'ri va chin yurakdan hikoyasidir. May Mask supermodel, parhezshunos va eng muhimi 3 nafar muvaffaqiyatli farzand, jumladan Elon Maskning onasi. Ammo bu kitobda u nafaqat mashhur inson sifatida, balki har birimizga o'xshagan oddiy ayol sifatida so'zlaydi. Asarda hayotdagi sinovlarga qarshi qanday kurashish, yolg'iz ona bo'lib bolalar tarbiyasi, yosh, vazn, go'zallik va ijtimoiy stereotiplarga qanday qarshi turish mumkinligi haqida real misollar bilan ko'rsatib berilgan. Har bir bob saboq, har bir sahifa ilhom manbai. May Mask shunday deydi: yoshi, holati, vazni qanday bo'lishidan qat'iy nazar, har bir ayol o'z hayotining rejasi, yo'li va mas'uliyatini o'zi belgilashi kerak. Men kutubxona mutaxassisi sifatida ushbu asarni, ayniqsa o'ziga bo'lgan ishonchini qayta tiklamoqchi bo'lganlar, hayotida yangi sahifa ochmoqchi bo'lganlar, jamiyat bosimidan charchagan ayollar uchun chin dildan tavsiya qilaman. Bu kitob sizni orzularingizni orqaga surmaslikka, doimo o'z rejangiz bo'lishi kerakligini eslatishga va har qanday yoshda ham yangi imkoniyatlar borligiga ishontiradi. Demak, agar siz o'zingizga yo'l qidirayotgan bo'lsangiz, kuch, sabr, iymon va ilhom istayotgan bo'lsangiz, May Maskning Rejali ayol kitobi siz uchun ayni topilmadir. Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi sizni ushbu kitobni o'qishga, uni baham ko'rishga va o'z hayotingizda yangi reja tuzishga chorlaydi. Diqqat bilan tinglaganingiz uchun tashakkur.